Assalomu alaykum, annyeong haseyo. Bugun koreys tili noldan darslarimizni davom ettiramiz yana. Bugun 8-darsimiz. 8-darsimiz iga iga animnida. Iga animnida grammatikasini o'rganib chiqamiz. Xo'p, bo'lmasam darslarimizni boshladik. Bismillah. Xo'p, iga animnida qo'shimchamiz. Iga animda qo'shimchamiz ot so'z turkumlariga qo'shilib kelib, qandaydir fakt yoki qandaydir ma'lumot to'g'ri bo'lamiz. Qandaydir fakt yoki ma'lumot noto'g'ri ekanligini ifodalashda ishlatiladi. Tarjimasi esa emas deb tarjima qilinadi. Xo'p, i hamda ga animnida. Endi buni patchim bo'lsa qanday, patchim bo'lmasa qanaqaligini ko'rib chiqamiz. Patchim bo'lsa, agar ot so'z turkumidagi so'zimizni patchimi bo'lsa, demak i animnida qo'shiladi. Endi bu animnidani ko'rib turganingizdek, nida qo'shimchamiz odatda yuqori hurmatlarda yakunlovchi qo'shimcha hisoblanadi. O'rta hurmatlarda esa yeyu, yeyu, i ani yeyu bo'ladi. Xo'p, demak, yuqori hurmatda i animnida, o'rta hurmatda esa i aniyeyo bo'ladi. Qachonki ot so'z turkumimizdagi so'zimizni patchimni bo'lsa. Namunalarni ko'rib chiqamiz. Igosin chekda patchim bor. Chegi animnida yoki chegi aniyeyo bo'lib gap tuzishimiz mumkin. Xo'p, keyingi namunamizda Alishinin Hanguk saram. Hanguk esinglarda bo'lsa Koreya, saram esa odam bo'lib, koreyalik, Koreyadan degan ma'noni bildiryapti. Endi animnida bu emas bo'lganligi uchun alishi koreyalik emas, Koreyadan emas degan ma'noni beryapti. Animnidamiz o'rta yuqori hurmatda, aniyeyo esa o'rta hurmatda yakunlovchi bo'lyapti. Endi patchim bo'lmagan holatlarda qanaqa bo'ladi? Patchim bo'lmasa, agar ot so'z turkumi patchim bo'lmasa, demak ga animnida yokida ga aniyeyo qo'shimchalarini qo'shamiz. Ga animnidamiz bu tabiiyki yuqori hurmat dedik. Ga aniyeyo esa o'rta hurmat shakli hisoblanadi. Hop, endi namunalardan ko'radigan bo'lsak, k gosin, k deganimiz u degani edi, got esa bu narsa edi. K gosin u narsa, ijamiz stul. Stul gap, bu yerda patchim yo'q, shuning uchun ga qo'shimchasini qo'shyapmizda. Ga animnida. K gosin ga animnida. U narsa stul emas degan ma'noni bildiryapti. Animnidamiz bu yuqori hurmat, aniyeyo bo'lsa o'rta hurmat shakli hisoblanib kelyapti. Keyingi qo'shimcha namunamiz nana shinin. Nana bu tabiiyki ism. Yorisa oshpaz degan edi, oshpaz. Bunda patchim bo'lmaganligi uchun yana ga animnida yoki ga aniyeyo qo'shimchalarini qo'shamiz. Shunda gapimizning ma'nosi nana xonim oshpaz emas bo'lib, yuqori hurmatda, oshpaz emas bo'lib, o'rta hurmatda yakunlanib kelyapti. Menimcha tushunarli bo'ldi. Iga animida qo'shimchamiz, demak, otlarga qo'shilib, qanaqadir faktni noto'g'ri ekanligini, bunday emas ekanligini ifodalashda ishlatar ekanmiz. Endi keling, buni namunalar orqali mustahkamlaymiz. Xo'p, bu yerda ko'rib turganingizdek 3 kishi dialog qilyapti. Bu kishini suhbat olishyapti bu kishidan. Xo'p, ani o'qiymiz. Michael Shi. Michael bu ism, Shi janob, Michael janob. Miguk deb bilsak bu AQSh Qo'shma Shtatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari. Saram Amerika odami misiz yoki Amerika odamimi deb turib savol bo'lyapti. Bo'lsa bu aniyo degani inkor qo'shimcha, yo'q degani. Men chonin miguk saram'i
Animnida. Men Amerika odami emasman. Men amerikalik emasman bo'lyapti. Hop, keyin yana boshqatdan o'qib chiqamiz. Michael 씨는 미국 사람입니까? Michael janob amerikalikmisiz yoki Amerikadanmisiz? 아니요, yo'q. 저는 미국 사람이 아닙니다. Men amerikalik emasman degan javob bo'ldi. Bu yerda mi국 사람 deb patsim bo'layotganligi uchun biz i animnida qo'shimchasini qo'shdik. Keyingi mashqlarga o'tamiz. Keyingi mashqlarimizda bizda berilgan patsimiga qarab yoki i animnida yoki ga animnidani belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu mashq daftarimizda keladi bu. Mashq daftarimizdan topib turib buni bajarishimiz mumkin. Kitobimizni mashq daftaridan. Xo'p, kitobimiz bu hamma mavzular olinayotgan kitobning nomi Soulte kitobi bo'ladi. O'zi shu yoqqacha yetib kelgan o'quvchilarimiz bo'lsa, Soultening bir A kitobini ham ikkita kitob bo'ladi. Ham student book, ham workbook kitoblari bo'ladi. Student book bu grammatika kitobi, workbook bo'lsa mashq kitob deyishimiz mumkin. Shu kitoblarni xohlasangiz PDF formatini yuklab olib chiqarib olishingiz mumkin yoki kitoblarni o'zimiz o'quv markazida o'quvchilarigacha taqdim qilinadi. Xo'p, endi bu nimamiz? Bu mashqlarimiz hammasi shu birinchi A kitobining mashq kitobidan olingan. Endi mashqlarga qaytadigan bo'lsak, 저는 중국 사람mi? Saramda patsim borligi uchun biz qaysi qo'shimchani olamiz? Albatta, i qo'shimchasini olamizda. Sarami animnida. Men xitoylik emasman bo'ldi. Hop, ikkinchi mashqqa o'tamiz. 저는 kasu nima degan edi? Kasu bu qo'shiqchi degani edi. Men qo'shiqchi emasman deyish uchun bu yerda patsim yo'q. Patsim yo'q bo'lgani uchun kasuga animnida bo'ladi. Men qo'shiqchi emasman. 저는 가수가 아닙니다. Hop, uchinchi mashqqa kelamiz. Uchinchi mashqimizda ham Steven bu ism, Steven ism, Kanada bu Kanada davlati. Men Steven Kanada saram odam, kanadalik degan ma'noda beryapti-da. Steven kanadalik emas ekan. Endi bu yerda saramda patsim borligi uchun yana saram i animnida bo'ladi. Steven'in Kanada sarami animnida. Qolgan mashqlarimizni ham xuddi shu yo'sinda bajarib topshirsak bo'ladi. Bu yerda ham yo i yoki ga qo'shimchasini qaysi birini mos tushishini topib turib shuni belgilagan holda topshiramiz. Keyingi mashqqa o'tamiz. Keyingi mashqimiz mana bu namuna berganidek, namuna bergan. Cho deyapti. Cho degani men degani. Endi Chunguk Xitoy, men xitoylik emasman degan ma'noda chonin deb to'ldiruvchi qo'shyapti-da, keyin buni yozyapti. Chunguk saramni yozib turib, emas qo'shimchasini qo'shyapti. Emas qo'shimchasi demak, saramda patsim bo'layotganligi uchun i animnida bo'lyapti. Chonin Chunguk sarami animnida. Men xitoylik emasman. Xuddi shu yo'sinda qolgan mashqlarni ham bajarishimiz mumkin. Kelinglar yana bir mashq namunasini ko'rsatib beraman. Cho bu yana men degani bo'lyapti. Endi Hanguk bu Koreya davlati. Men koreyalik emasman deyishimiz kerak bo'lyapti. Mana teng qilib ustiga tortib bo'lgan, unda emas, bu faqat noto'g'ri degan ma'noda beryapti-da. Endi shunda choni bu yoqqa olib o'tamiz yana. Choni olib o'tganimizdan keyin bunga to'ldiruvchi nin qo'shimchasini qo'shamiz. Chonin Hanguk Koreya saram odam edi. Men Koreya odami bo'lyapti-da. Endi bunda ham patsim borligi uchun i ani o'zi pastga tushib oldik.
nida bo'ladi. Anim nida. Yokida o'rta hurmatda ani ye yo deyishimiz mumkin. Cho'nin hamguk sarami aniyeyo yoki anim nida. İkinci mashqni ham bajaradigan bo'lsak, ikkinchi mashqda bu yerda Julian degan ism kelyapti-da. Bu Tugil bizda Germaniya edi. Julian germaniyalik emas deyishimiz kerak ekan. Shunda Julian yozamiz yana. Julia bunda patsin borligi uchun to'ldiruvchini in shaklidagisini qo'yamiz. Julian'ın Tugil Germaniyani yozamiz yana. Tugil Saram germaniyalik bo'ldi-da. Endi bunda ham saram patsin bo'layotganligi uchun saram ani ni da qo'shimchasi qo'shiladi. Shunda bu ham Julian germaniyalik emas degan ma'noda keldi. Xuddi shu yo'sinda qolgan mashqlarimizni ham, misol uchun bu qizning ismi Naomi ekan, u Kasu qo'shiqchi degan edi. Naomi qo'shiqchi emas deb yozamiz bu yoqqa. Bu qizning ismi Carol ekan, u Kunin degani askar degan edi. Carol askar emas deb yozamiz. Xo'p, buni bolaning ismi Tom ekan. Yorisa bo'lsa oshpaz degan edi. Tom yo'q oshpaz emas deb yozishimiz kifoya bo'ladi. Bu ham mashq daftarimizda bor. Mashq daftarimizdan topib, bularni yozib topshirishimiz mumkin. Hop, keyingi mashqqa o'tamiz. Keyingi mashqimiz bu dialogimizni oshirish uchun, razgovorimizni oshirish uchun kerak bo'ladi. Ko'rib turganinglardek bu vizitka deyishimiz mumkin yoki bejik deyishimiz mumkin. Bu yerda mana irim berib ikki nuqtada Michael deyapti. Demak, irim bizda nima edi? Ism edi. Ismi Michael. Ko'kchoq deyapti. Ko'kchoq degani bu millat degani. Mana lug'atlarimiz bu pastda berilgan. Millatda endi Yonguk deyapti. Yongukni davlatlarda o'rganganmiz. Yonguk bu Angliya yoki Buyuk Britaniya deyishimiz mumkin. Chigop degani ham lug'ati bor. Bu yerda chigop degani demak kasb degani ekanda, kija bu muxbir bo'lib, buni ham kasblarni o'rganayotganda o'rgangan edik. Hammasini bo'lib esa vizitka, tashrif qog'ozi. Buni myon ham der ekanmiz. Demak, vizitkaga qarasak, bu bolaning ismi demak irim Michael, millatda Ko'kchoq, Yonguk, Angliya, hop kasbi chigop, kija, muxbir bo'lyapti. Endi kelinglar, ikki kishini dialogini tasavvur qilib ko'ramiz. Demak, Michael'in miguk saram imnikka, Michael'in miguk saram imnikka, Michael amerikalikmisiz yoki Michael amerikalikmi deyapti desa, hop, demak bu yerda ikki kishi Michael haqida gaplashyapti ekanda. Michael amerikalikmi desa, aniyo miguk saram animnida. Yo'q deyapti-da, amerikalik emas. Yo'q, amerikalik emas, aqshlik emas. Yonguk. Bizda ham bu yerda nima beruvdi? Yonguk degan edi. Yonguk saram imnida deyapti. Angliyalik odam deyapti ekan. Biz ikkinchi yana savol beryapti. Michael sonsengnim esinglarda bo'lsa ustoz deb, ustoz yoki o'qituvchi deb o'rganganmiz. Michael ustozmi? Michael o'qituvchimi deb savol beryapti. Bunga javoban ikkinchi suhbatdosh aniyo yana yo'q inkor shaklini bildirib, sonsengnim bunda ham patsin bo'layotganligi uchun sonsengnim animnida ustoz emas degan ma'noda kelyapti-da. Kija imnida. Kijani biz muxbir dedik. Muxbirda bu yerda bizga kasbi haqida ma'lumot bergan edi. Aniyo sonsengnim animnida yo'q ustoz emas, kija imnida muxbir degan ma'noni bildiryapti. Kelinglar, shu yo'sinda endi bu ikkinchi nimamizni vizitkamizni bajarib ko'ramiz. Bu yerda bu qizning ismini beryapti. Nana ekan. Irim bu ism degan edi. Xo'p. Keyin Ko'kchoq degani bu millati bo'ldi-da, millati Chunguk ekan. Chunguk bu Xitoy edi,
Uchinchisida yozilgani chigob. Chigob bu kasb bo'lib, kasbi hakseng ekan. Xo'p, endi ko'rib turganimizdek, birinchi nimaga solishtirib, qanday savol tuzsak bo'ladi? Nana qayerlikni so'rashimiz uchun bu javobda inkor javob olishimiz uchun nima deb qo'yishimiz mumkin? Sizlar tasavvur qilib ko'ringlar, biz bo'lsa, hop. Biz ushbu holatda taylaganmiz. Nanani hanguk saramimnikka bu yerda chunguk berilganida biz ataylikdan aniyo deb javob olishimiz uchun hanguk deb ishlatamiz. Nana bu qizning ismi. Nana koreyalikmi? Koreyadanmi? Desa endi nima deydi? Ikkinchi suhbatdoshi aniyo, albatta yo'q. Hanguk saram bunda ham patchim borligi uchun hanguk sarami animnida. Koreyalik emas. U qayerligida? Xitoyligida. Chunguk saram imnida. Xitoylik odam degan javobni beradi. Endi ikkinchisida bu yerda namunada ko'rganimizdek, ya'ni kasbi haqida xato ma'lumot so'rashimiz kerak bo'lardi. Endi buni qizni kasbi o'quvchi ekan, biz nima deyishimiz mumkin? Biz keraklar buni olishimiz mumkin yoki boshqa nimani olib xato nima so'rashimiz mumkin. Biz tayyorlaganmiz kija deb. Nananing kija innikka, kija muxbir degan edi. Nana muxbirmi desa, bizda yana inkor javob bo'lish kerak. Yo'q, muxbir emas, u o'quvchi degan ma'noda. Hop, aniyo yana inkor. Kija bunda patchim yo'q bo'lgani uchun kijaga anim nida bo'lyapti. Muxbir emas, u hakseng nida o'quvchi bo'lyapti. Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi keyingi nimamiz bu ham uyga vazifa. Xuddi bundan oldingi bu slayddan oldingi kabi ismi, millati va kasbi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Oldingi nimasiga slaydga qarab, shu namunadan foydalanib bu vizitkamizni ham shu holatda mashq qilib topshirsak bo'ladi. Xo'p. Bunimiz ham uyga vazifa. Bu mashqlarimiz mashq kitobimizda keladi. Mashq kitobimizda keladi. Birinchi namunalarni ko'rsatib beraman, qolganlarini esa shu namunani singari qilib yozib topshirib ketsak bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda A hamda B lar dialog qilishyapti ekan. Rasmga qarab turib dialogga nima qilamiz? Rasmda ko'rayotganinglardek bu bola qayer? Amerika Qo'shma Shtatlarining bayrog'ini ko'taryapti. Demak, bu Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Xo'p, ismi Steven ekan. Steven janob. Yonguk qayerda? Yonguk Angliyada. Yonguk saramimnikka. Steven janob Amerikalikmi? Amerikadanmisiz? Desa, aniyo, yo'q degani aniyo. Yonguk saram animnida. Amerikalik emas. Men so'nin Miguk saramimnida. Men Amerikadanman deyapti. Angliyadan emas, men Amerikadanman deb Miguk saram imnida bo'lyapti. Bu yerda biz o'rgangan grammatikamiz patchim bo'layotganligi uchun i animnida shaklidagisi qo'yilyapti. Xo'p, endi mashqlarimizni ham birinchisini namunasini ko'rsatib beraman. Ko'rayotganinglardek bu qiz ushlab olgan bayroq Germaniya bayrog'i bo'ladi. Germaniyani biz yo'q, bu yerda mana Rossiya deyapti ekan, Rossiya ekan. Ruslarning bayrog'i ekan. Xo'p. Mariya ekan. Endi demak bu qizning ismi Mariya Shinin Rossiyamiz bu Rossiya bo'ldi. Mariya Shinin Rossiya. Saram imnikka. Mariya rossiyalikmisiz yoki Rossiyadanmi deyapti. Desa aniyo degani yo'q degani edi. Endi rossiyalik emasman deyish uchun nima deymiz? Yana Rossiyani olib tushamiz bu yoqqa. Rossiya keyin saram. Rossiya saram nima?
rossiyalik odam bo'ldi, rossiyalik bo'ldi-da, endi bunda patchim borligi uchun Rossiya saramik a nida yoki aniye yo'q qilib o'rta hurmatda ham yakunlashimiz mumkin. Shu yo'sinda hamma bayrog'iga qarab turib, u bu yerlik emas, bayroqni nimasini to'g'ri javobini o'zi asli bizga berib qo'ygan. Mana bu yonguk Buyuk Britaniyani nimasi bayrog'i. Buyuk Britaniyani yonguk deymiz. Buyuk Britaniya yoki Angliya deyiladi. Buni ko'rib turganinglardek Togil nima Pokistonniki ekan, Pakiston bo'lyapti. Endi bularimiz bo'lsa kasbga doir bo'lyapti. Buni ko'rayotganinglardek Somsengning ustoz deyapti-da, bu firma ishchisi ekan. Bu yerda ustoz emas, men firma ishchisiman deb yozishimiz kerak. Bu yerda mana mikrofon tutib olgandan bilib, buni qo'shiqda deb bilishimiz mumkin. Buni muxbirmi deyapti ekan, yo'q, muxbir emasman degan holatda yozishimiz kerak. Buni ham mashq daftaridan topib, mashqlarni bajarib, topshirib ketishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan bugungi o'rgangan otlarga qo'shilib kelib inkor vazifasini bajaradigan, emas degan tarjimani bildiradigan i yokida ga animnida qo'shimchalarini o'rgangan bo'ldik. Bugungi darslarimiz shu yergacha. Mashqlarni bajarib topshirib, yana biliminglarni yuqorilarga olib ketishinglarga tilakdoshmiz. Xo'p, keyingi darslarimizda ko'rishguncha yaxshi qolinglar, salomat bo'linglar. Annyeonghi keseyo.